Markirovka bekor bo'ldimi? Shu masala bo'yicha men sizga hozir oydinlik kiritaman. Ko'p tadbirkorlar hozir markirovka bekor bo'ldi, bemalol markirovkasini urmasdan sotsak bo'ladi degan tushuncha bo'lyapti. Yo'q, unaqa emas. 2026-yil 19-maydagi 258-sonli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Qarorni men Telegram kanalimga qoldiraman. Telegram kanalimga kirib, bemalol to'liq o'qib chiqishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rsatib turibman. Bu yerda qarorda aytilyaptiki, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-noyabrdagi 631-sonli qarori bilan tasdiqlangan suv va salqin ichimliklarni ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan majburiy raqam markirovkalar tizimi bosqichma-bosqich joriy qilish grafigi deyapti. Grafigi. 4 va 5.2 pozitsiyalari 2026-yil so'zlari 2027-yil so'zlari bilan almashtirilsin. Men sizga tushuntiraman. Mana shu qarorda aytilgandiki, markirovka ishlab chiqaruvchi tomonidan 2026-yil 1-aprelgacha to'liq tizimlashtirilsin. Bo'ldi, vsyo. Hech narsaga qaramagan holda majbur endi chiqariladi deb aprelgacha muhlat berilgan. Ana o'sha narsa endi 2027-yilgacha cho'zildi. Bu degani endi qilmasam bo'lar emas. Yo'q. 2027-yilgacha sizga imkoniyat berildi. Markirovka tizimini tizimlashtirishingiz. Tushuntirib oldimmi? Do'konchilar diqqatiga. Bu narsa sizlar uchun emas, faqat ishlab chiqaruvchilar uchun imkoniyat berildi xolos. 1 yilga muhlat berildi. 1 yilga 2027-yilgacha mana shu narsani tizimlashtirib chiqargan deb ogohlantirish beriladi endi ularga. Lekin shuni bilib oling, markirovkasi yo'q mahsulot keldimi, sotishingizga haqqingiz yo'q. Bilib oling mana shu narsani. Markirovkasi yo'qmi, firmaga, ishlab chiqaruvchiga qaytarib yuborishingizga haqqingiz bor. Ogoh bo'linglar, markirovkani urmasdan sotadigan bo'lsangiz, jarimaga tortilishingiz mumkin. Markirovka belgisi bu asl mahsulotni belgisini bildiruvchi markirovkadir. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib keting. Boyagi qarorda esa Telegram kanalimizga kirib, to'liq o'qib chiqishingiz mumkin.